Uyda qurbullingiz, soqilga kelganga qaysi ustoni solishni bilmayapsizmi? Bu video aynan siz uchun. Xohlasangiz kafel, xohlasangiz granit terib beradigan usta akalarni o'rniga kelganmiz. 8 yil staji bor. Fayzli xonadonimizga soqil hamda mana shu qo'llariga kafellar terib berishgan ekan. Undan tashqari letniy kuxni, ya'ni mangal, qozon, o'choq, hattoki tandir ham qurib berishar ekan. Ko'rishlari mumkin. 2025-yil kafel narxlari qanday bo'lyapti? Hamma ma'lumotlarni usta akadan olib o'tamiz. Kanalga yangi bo'lsalaring, bir dona like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ysalaring, biz har doim mana shunaqa foydali videolar chiqarib boraveramiz. Birinchilardan ko'rishlari mumkin. 8 yil staji bor, ya'ni Shahzodda o'rniga kelganmiz. Assalomu alaykum, Sorijon aka, yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Yaxshi keldik. Charchamiz. Assalomu alaykum, Uzabzor kanali obunachilari. Shahzodjon, bu Fayzli xonadonimizga kafellarni terib berdik. Terib berdik, chiroyli qilib, xudo xolasa. Undan tashqari bu letniy kuxnimiz bo'lyapti. Mangal. Mangal, ikkita chetiga qozon qo'yib bergansizlar. Bu tarafimiz nima bo'lyapti? Moyka bu. Moyka bo'lyapti. Moyka bo'lyapti, polka bo'lyapti bitta. Konforkaga joy qilib berganmiz keyin. Konforkaga joy. Keyin qarang, bu letniy kuxnimizga kafel terib beriladi. Bu kafeldan bo'lgan, ha. Stolishchisi qanaqa? Usti granit. Granit bu. Granitdan tosh, tabiiy tosh bu. Tabiiy tosh, Hindiston tabiiy toshi bu. Ishimizga kafolat beramiz 100%. Xudo xolasa kafolat beramiz. Garantiya bo'ladi. Garantiya bor. 5 yil. Bu taraflarimizga oq g'ishtlar berganmiz. Oq g'ishtchalar qilib berganmiz, o'rta fartukchalarga qilib berganmiz, chiroyli qilib. Shunga mos qilib berganmiz, fartukka ham. Keyin qarang, mana shu letniy kuxnimizni 0 dan to shu darajaga kelguncha qilib bergansizlar. Shu daraja qilib berganmiz, shu 0 dan. 0 dan olganmiz, 0 dan shu oxiri fasadini kafellarni qilib granitlar qilib berganmiz. Zo'r. Tugashi shu. Bu tarafga o'tin qo'yadigan joy ham qilib qo'yishdi. Mana operator ko'rsatishingiz mumkin. Keyin qarang, bu g'ishtlarimiz qanaqa g'ishtlar? Agniporn g'ishtlar bular. Agniporn g'ishtlarni qilib berganmiz. Bemalol olov yoqsa ham, ko'mir yoqsa ham kuymaydi, toza chiroyli turadi. Qarayib ketmaydi. Yo'q, qarayib ketmaydi. Tortadi, olov yoqqan payt, ha? Tortadi, poli ketadi hammasi. Zo'r. Bu tarafga gazga ham qo'yibsizlar. Zo'rligi ishlar. Shkofchalar qilib berganmiz, moykalar tagidan. Moykalar ko'rishlaringiz mumkin. Shkofchalar. Talabga qarab, uy egasini xohishiga qarab nima xohlasa qilib beraveramiz. Misol, uy egasi bilmaydi, qanday proyekt solishni, o'zlaring chizib ko'rsatib berasizlar. Xudo xolasa shunday qilib beraveramiz. Har xil fasonlardan qilib beramiz. Har xil fasondan qilib beramiz, mangallardan. Letniy kuxnimizni narxini aytaylik. Bu qanday hisoblanadi? Bu opsiya olaveramiz. Shu turishiga hozir, mana shu turishiga 3500 dollar ketdi. 3500. Kafel, g'isht, hammasiga usta haqqi tayyor, shu turish tayyor bo'lishi uchun. Hamma narsani o'zlaring olib kelasiz. O'zimiz olib kelaveramiz hammasini. U endi uy egasini xohishiga bog'liq, arzonroq ham chiqarib beraveramiz. Endi 2000 dollarlarga ham chiqaveradi. 2000 dollarga ham. Agar opsiya hamma joy granit bo'lsin desangiz, yana qimmatroq chiqadi. Bular kafel bular. Granitdan bo'lsa 4000 lardan ziyod ketadi. 4000 lardan ziyod bo'lishi mumkin. 2000 ga ham chiqarib beraveramiz arzonroq. Kataloglaring bor. Katalogga qarab chiqarib beramiz. Tanlab berasizlar, bemalol tanlab nima qilishadi. Bo'laveradi. Shahzodda nomeri pastga bo'ladi, Telegram, WhatsApp bor. Bor, hammasi aloqa chiqaveradi. Zo'r. Bundan tashqari bu yerimizga kafel terganmiz. Kafel terib berganmiz. Nechilik razmerga tergansiz? Bu 60 ga 60, Eron kafeli bu. Eron kafeli. Eron kafeli 60 kafel terib berganmiz bu holiga. Keyin qarang, Shahzod, bu kafelimizni, ya'ni kili bilan terganmizlar, nima bilan? Bu rastvor. Jiddiy rastvor qilganmiz. Kafel orqasiga kli tortilgan. Kli tortilib yopishtirilgan. O'zini yopishtirsangiz ushlamaydi jiddiy rastvorga. Kli gribonka qilib tortib yopishtirilgan. O'shanda zo'r ishli baquvvat bo'ladi. Ustida tanka yursa ham qishlamaydi. Xudo xolasa 15-20 yilga garantiyamiz bor, xudo xolasa. Lekin ishlari zo'r, to'g'risi o'zim havasim keldi. Ko'rishlari mumkin. Bu tumbalarimizni, ya'ni ustunlarimizni ham tagiga terib berdik. Tagiga terib berdik hammasini ustunlarimizni. Mana bu chetiga bu qanday palasamiz bo'ladimi bu? Bu palasa, addelli palasa qo'yib berganmiz. Ramkaga olganmiz-da. Ramkaga olgan. Kafellar ramkaga olingan bu. Ko'rishlari mumkin. Mana shu ramkaga turganday turibdi. Ramkaga olinganday turibdi. Zo'r chiqdi. Zo'r chiqqan, chiroyli chiqqan. Hammaga qiziq, so'kilimizni metri necha puldan teriladi? So'kilimizni metri 120 ming, 2025-yil 120 ming bo'lyapti hozir. 120 ming. Tekis fason, high-tek fason, primoy. 120 ming boshlanadi. U xohlasa fasonlarimiz bor, 10 xildan ziyod fasonlar bor. 10 xil fason bor. 200 mingdan boshlanadi fasonlar, 400 minggacha ketadi fasonlar. 400 minggacha 200 ming, 250 ming, 300 mingga ham bor fasonlar. Shunga qarab, uy egasini xohish dediga qarab 300 minggacha. Qarang.
Agarda bu yerda granit qilaman desa, kafel emas, granit qilaman desa necha? Granit ham qilib beraveramiz. U necha pul metri? Granit metri har xil aylanadi. 30 dollar, 32 dollardan ketadi. Faskasi, terish hammasi ichida. Boshlanishi o'shanday. Agarda mana shuni ploskiy, ya'ni mana shunaqa prostoy variant bo'ladigan bo'lsa necha pul bo'ladi? Granitlar bo'lsa, ular arzon chiqadi agar. Qancha bo'ladi? 15 dollardan chiqadi terib. 15 dollardan. Agar faska mana bunaqa fasonli fason bo'ladigan bo'lsa, chunki u faskasiga отдельно olinadi, metriga отдельно olinadi. metrga отдельно olinadi. Shunaqa. Usta akalarimiz Samarqand viloyatidan bo'ladi. Qayerga borib xizmat ko'rsatadi? 12 ta viloyatga boraveramiz. 12 ta 12 viloyat. ta viloyatga xizmat ko'rsataveramiz. Bemalol telefon qilaversa bo'ladi. Telefon qilaversa bo'ladi. 12 ta Shahzod ustani nomeri pastga bo'ladi. Telegram, WhatsApp bor. bor, xudo xohlasa. Kataloglar taylab beraveramiz. Hammasini tashlab beramiz. Uy egasi nima desa, xohishiga qarab o'zimiz qilib beraveramiz. Bizda obunachilardan kuzatishadi. O'zlari uyiga emas, ya'ni Amerika, misol kimdir Rossiyaga bo'ladi. Uyiga hech kim yo'q. Uyiga hech kim bo'lmasa ham borib ishlaveramiz. Ishlaveramiz borib. Hammasi. Uy egasidan nima talablar kerak bular? Uy egasidan hech nima, uy egasini borib biz o'lchaymiz, kvadratlarni, metrlarni o'lchaymiz. Xohlasa materiallar olib bersin, xohlamasa o'zimiz olib kelamiz hamma narsasini. Hamma narsani o'zimiz olib kelib qilaveramiz. Hamma hech nima olib berish shart emas. Lisa, pisa hammasini o'zimiz olib kelamiz. Bir dona mixga ovora qilmagan holda ishlaymiz. Hamma narsa o'zlaridan bo'ladi. Ya'ni kley desa kley, nima bo'lsa, shibyonka desa shibyonka o'zlari. Mana shu stupinkamiz, mana shu stupinkalarimizni ham terib berdik, zinalar. Metri qanchadan bo'lyapti? Metri 100 mingdan shu stupinkalar. 1 metr. 1 metri 100 mingdan. 1 metri 100 ming. Ya'ni qarang, bu tarafi ham 1 metrga kiradi. To'g'rimi? Bu ikkovi 1 metrga kiradi. 1 metr 100 mingdan. Xudo olasa, realnesslarga ham misol shunaqa sokili bor odamlar, misol terdirmoqchi bo'lgan odamlar, ya'ni obunachilar telefon qilsa, Uz savdo obzor kanalidan telefon qilsa, skidka bo'lsa, skidka qilib beramiz. Skidka bo'ladi. Skidka bo'ladi, обязательно skidka qilib beramiz. Mana shu Fayzi xonadonimizga necha kvadrat poliga kafel terib berdilar, necha metr sokiliga terdilar? Sokil общий 80 metr bo'ldi, poli 180 kvadrat bo'ldi. 180 kvadrat. 180 kvadratga 80 metr sokil. 80 metr. Lekin ishlaring zo'r, to'g'risi kimga shu akalarimizni, ya'ni usta akalarimizni ishi yo'qdi, обязательно like bo'lsa, kommentariyaga молодец ustalar deb yozib qo'yish, обязательно eslanglar chiqmasin. Katta-katta rahmat Shahzod bergan ma'lumot uchun. Xudo xolasa yangilik qilamiz yana. 2 kunda yangilik qilib qolamiz. Do'stlar, video yoqqan bo'lsa bir dona like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ysangiz, biz har doim mana shunaqa foydali videolar chiqarib boraveramiz. Birinchilardan ko'rishlaymiz. Aytgancha, mana shu kafel ustasini qidirib yurgan aka-uka, opa-singillarimizga podresiya tugmasini bosib jo'natib qo'yish esdan chiqmadi.